O'zbekistonda 80-90% ERP tizimi deb qo'yilayotgan tizimlar umuman biznesni avtomatlashtirmaydi. Bu faqatgina kengaytirilgan buxgalteriya hisobi yoki boshqaruv hisobi xolos. Buning asosiy sababi tizimni biznes jarayonlarining ustiga qurmasdan hisobotlarga asoslanib joriy qilishi. Hech kim biznesni qanday ishlashini, jarayonlari qanaqaligini o'rganib chiqmasdan yangi tizim yaratishadi. Biznes jarayonlarini o'rganib chiqmasdan, biznesning qanday ishlashini tahlil qilmasdan faqatgina hisobotlarga tayanib hisobot chiqaradigan tizim qurishadi. ERP tizimi aslida jarayonlarni ustiga qurilishi kerak va joriy qilgan paytda ham jarayonlarni e'tiborga olish kerak. U faqatgina hisob-kitob qilib beradigan tizim emas. Agar tizim jarayonlarning ustiga qurilmasa, u faqat raqamlarni sanaydi xolos. Haqiqiy avtomatizatsiya bu optimallashtirilgan biznes jarayonlarining ustiga qurilgan tizim. Standart jarayonlarga asoslanib yozilgan tizimga biznesni moslashtirish bu avtomatizatsiya emas.